Armanistonning yana bir xavotiri shundaki, endi u Yevropadan panoh topishga harakat qilyapti. Ozarbayjonni 20% hududini Armaniston bosib olgan. Armanlar ruslarni sotqinlikda ayblayapti. Eronni masalasini kuch bilan hal qiladi yoki muzokaralar yo'li bilan muammoni hal qiladi. Lekin Eron menimcha yon bermasa kerak. Abduvali aka, Armanistondan Rossiya Yevropa ittifoqiga qo'shilish borasida aniq javob talab qilyapti va tezroq. Nima deb o'ylaysiz? Yerevan Yevropaga bog'lanadigan bo'lsa, Armanistonni nimalar kutadi Rossiya tomonidan? Xavf deymizmi, qandaydir bir xavotirli vaziyatmi? Chunki Rossiya siyosiy bosimlarni amalga oshiryapti-da hozir. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini to'xtatib qo'ydi, Rossiyaga kirishini Armanistondan va shunga o'xshash jarayonlar davom etyapti. Endi mana Rossiya xalqaro maydonda tobora yakkalanib boryapti. Ya'ni butun jahon hamjamiyati Rossiyaning Ukrainaga kirishini agressiya deb baholadi va Rossiya bu bilan cheklangani yo'q edi. Oldinroq 2008-yilda Gruziya hududiga ham bostirib kirgandi. Bu Abxaziya, Janubiy Osetiya va xullas Rossiyaning o'sib borayotgan ambitsiyalari, siyosiy va harbiy ambitsiyalari Yevropa davlatlarini ham yoki bo'lmasam sobiq Sovet respublikalarini ham biroz tashvishlantirib qo'ydi. Buni masalan ommaviy axborot vositalari orqali, masalan Saloyevning ko'rsatuvlarida yoki Duginning chiqishlarida va boshqa Gosduma, Davlat dumasi deputatlarining chiqishlarida, ya'ni o'sha ambitsiyali chiqishlari, shovinistik ruhdagi chiqishlari sobiq Sovet respublikalarini ham tashvishga solib qo'ydi. Armanistonning yana bir xavotiri shundaki, endi u Yevropadan panoh topishga harakat qilyapti. Ko'rdiki, masalan shu yaqin paytlargacha 2020-yilgacha Rossiyaning xavfsizlik zonasiga ostida yashadi Armaniston. Endi shunday bir vaziyat yuzaga keldiki, 2020-yildagi 45 kunlik urushda Rossiya yuzini o'girib turdi. Ya'ni agarki Rossiya qarshilik ko'rsatganda Ozarbayjondan harbiy harakatlarni boshlamaslikni talab qilganida Ozarbayjon hattoki bitta pistoletdan Armaniston tomon o'q uzmagan bo'lardi. Shuncha vaqt o'q uzmagan bundan keyin ham. Lekin o'sha Ozarbayjon bilan Rossiyaning munosabatlari ancha yaxshilandi. Chunki Armaniston juda ham kambag'al mamlakat. Ozarbayjon Rossiyaning qurol yaroqlarini sotib oldi. Yoki Ozarbayjonning 3 milliondan ortiq aholisi bugun Rossiyada mehnat qilyapti. Ozarbayjonning meva-sabzavot mahsulotlari Rossiya bozorini egallagan deyishimiz mumkin. Xullas, bundan tashqari kerak bo'lsa sanksiyalar sharoitida Ozarbayjon Rossiyaning neft va gazini xuddiki Ozarbayjon Soker kompaniyasining mahsuloti degan ma'noda jahon bozoriga ham sotib beryapti. Ya'ni Ozarbayjonning brendi ostida Rossiya gazini sotib beryapti va shuning uchun bu davlatlar o'rtasidagi munosabatlar bugun juda ham yaxshi va Rossiya bu degani Abduvali aka, bu degani bu Armaniston bilan yomonlashish yoki bir uzoqlashish degani emas-ku. Yo'q, shundan keyin hammasi boshlandiki, Toli Qorabog', hozir Qorabog' deyilyapti, endi Ozarbayjon nomi bilan ataydigan bo'lsak, Qorabog' va unga tutash Lochin, Agdamga o'xshagan, Shushaga o'xshagan hududlar bor. 20% Ozarbayjonni 20% hududini Armaniston bosib olgan. Ya'ni bu yerdagi Qorabog'dagi noqonuniy qurolli bo'linmalar orqali. To'g'ri. Va endi bosib olgandan keyin ozod qildimi Ozarbayjon? Ruslar yordam ko'rsatmadi, aksincha yuzini o'girib turdi va kerak bo'lsa Xonkendidan armanlarning chiqib ketishi uchun ham Rossiya tinchlikparvar kuchlari katta rol o'ynadi. Endi bu yerda armanlar ruslarni sotqinlikda ayblayapti. Biz shuncha vaqt ruslarning xizmatini qilib keldik. Kerak bo'lsa ruslarning qutqusi bilan biz Ozarbayjon hududlarini bosib oldik. Endi bizga ruslar xiyonat qildi deyapti. Shu nuqtai nazardan bular endi zarda qilib qoldiki, biz gina saqlayaptiki, biz Yevropa ittifoqida bo'lishimiz kerak. Aslida Yevropa ittifoqi bilan chegaraning o'zi yo'q. Ertaga muammo bo'ladi, hamkorlik qilishadi. Shu bir tomonda Gruziya bor. Gruziya hozir asta-sekinlik bilan yashirincha Rossiyaning ta'sir doirasiga qaytyapti.
va kelajakda Rossiya bilan Gruziya munosabatlari juda ham yaxshi bo'lishiga shubha yo'q. Bu yerda o'sha ikki pasportga ega bo'lgan Bidzini Ivanishvilining Gruziya orzusi partiyasi o'zi Seriy kardinal ortdan turib mamlakatni boshqaryapti. O'zini odamini qo'yib qo'yapti bosh vazirlikka, prezidentlikka. Ana o'shalar boshqaryapti. Ular Rossiya bilan maxfiy ravishda muloqotlar olib borishyapti va Ozarbayjonni oladigan bo'lsak, ertaga bu yoqdan yana o'sha Yevropaga chiqishi uchun Ozarbayjon yo Gruziya yoki Turkiya hududini bosib o'tishiga to'g'ri keladi. Nima uchun sekin asta hozir ODKBdan chiqish jarayoni boshlanyapti Armanistonda? Ertaga ODKB bizni Yevropa ittifoqi tomon siljishimizda xalaqit qilishi mumkin. Chunki bu qo'shin Rossiyaning qo'shini tursa Armanistonda Yevropa ittifoqi o'z-o'zidan uni qabul qilmaydi. Albatta o'ziga yarasha Yevropaning talablari bor. Shuning uchun bugun ODKBdan chiqish masalasi kun tartibida. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ham ittifoqidan ko'ra bizga o'sha Yevropa ittifoqi yaxshiroqmikin deyishyapti. Ya'ni Pashinyan uzoqni ko'zlayaptiki, Rossiya Ozarbayjon bilan yaxshi. Endi biz Ozarbayjon bilan Rossiyani bir-biriga gijgijlay olmaymiz. Endi bizni o'sha Qorabog'ni bosib olish orzuyimiz orzuligicha qoladi deyapti. Shuning uchun u Yevropa ittifoqiga ko'proq Fransiyaga tarmashyapti. Bu Fransiya bilan yaxshi bo'lsak, Fransiya zamonaviy qurollarni bersa, Fransiya bizni qo'llasa, yana baribir kelajakni o'ylashyapti armanlar. Biz yana shu kelajakda Qorabog'ni qaytadan egallashimiz mumkin. Ularni o'sha dengizdan dengizgacha bo'lgan uzoq yillarni mo'ljallangan strategiyalari bor va shu hech bo'lmasa ular Armaniston Kaspiyga chiqib olish, Bokuning yaqinigacha kelib, o'sha Kaspiyning bir qismiga egalik qilish orzusida. Xo'p, nega Rossiya xavotirga tushib qoldi? Endi Putin ham o'zi aytdi, har ikkala tomonni tanlash davlatni o'zini huquqi. Rossiya endi bu yerdagi eng oxirgi forposti. Ya'ni endi oxirgi deyishimiz ham u qadar to'g'ri bo'lmas, chunki bu yoqda Abxaziyani egallab olgan, Janubiy Osetiyani egallab olgan, Abxaziya tomonidan yana o'sha Qora dengiz tomonni bemalol idora qilishi mumkin. Armaniston endi geosiyosiy nuqtai nazardan Rossiyaning bu yerdagi eng katta forposti hisoblangan. Endi Rossiya Armanistonni yo'qotib qo'yadigan bo'lsa, Armaniston uning ta'siri ostidan chiqib ketadigan bo'lsa, ertaga Ozarbayjonni ham ushlab qolish qiyin bo'ladi. Shundoq ham Ozarbayjon ham anchagina mustaqil tashqi siyosat yurityapti. Yoki bo'lmasam ertaga masalan bu yerda Rossiya transport yo'laklarini yo'qotib qo'yishdan ham cho'chiyapti. Mana Zangezur yo'lagi agarki Rossiyaning 102-chi Gumri harbiy bazasi yopiladigan bo'lsa, chegaralar qo'riqlanishi Eron bilan, keyin Turkiya bilan chegaralarning qo'riqlanishi Rossiya FSB'sidan yoki qurolli kuchlaridan Armanistonliklarning o'ziga o'tadigan bo'lsa, bemalol ertaga Ozarbayjon bilan Turkiya Armanistonni Zangezur yo'lagiga egalik qiladi. Ya'ni bu Zangezur yo'lagi qayerdan o'tadi? Armanistonning Syunik viloyatidan, provinsiyasidan o'tadi. Syunikdagi yo'lni Ozarbayjon nazoratga oladigan bo'lsa, Zangezur yo'lagi tiklandi degani. Rossiya menimcha xohlamaydi, qachonki mana 2020-yildagi 45 kunlik urush tugagandan keyin Rossiya, Ozarbayjon, Armaniston 3 tomonlama shartnoma imzoladiki, bu yerda hozir Tramp yo'li deyilyapti, yo'lagi. Mana shu yo'lakda Rossiya nazorat o'rnatadi. Bu yerdan temir yo'llar o'tadigan bo'lsa, o'sha sostavni Rossiya federal xavfsizlik xizmatining chegarachilari nazoratdan o'tkazadi, ya'ni tekshiruv qiladi, keyin poyezd yana harakatlanishi mumkin. Rossiya ya'ni bu yerdagi nazoratni saqlab qolmoqchi. Endi hozirgi paytda Pashinyanni hokimiyatdan ag'darish uchun bular bor kuch mablag'ini sarflashga harakat qilyapti. Hatto mana Yevropa davlatlari berayotgan yoki turli nodavlat tashkilotlar berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hatto mana shu Rossiya hududida juda ko'plab armanlarni saylov uchastkalariga jalb etmoqchi. Hattoki ularning qo'liga pul berib Karapetyan yoki o'sha
Robert Kacharyan edi, u ham nomzodini qo'ygan. Mana shu Rossiyaparast siyosatchilarning hokimiyat tepasiga kelishini ta'minlash uchun kerak bo'lsa 100 ming odamni saylov uchastkalariga olib kelib, ularga kerak bo'lsa pul tarqatish yo'li bilan ovoz berdirmoqchi. Mening nazarimda o'shalarda aeroportda hatto- Armaniston tomoni o'sha nima deydi, armiyaga jo'natayotgani aytilyapti. Xuddi shunday. Mening nazarimda ertaga hattoki hokimiyat almashinuvi ehtimoli ham yo'q emas. Buni Mark Rubio kuni kecha AQSh senatidagi tinglovlarda aytib o'tdi. Ag'darilishi ham mumkin degan. Men bir narsaga bu yerda o'xshashlikni ko'ryapmanki, mana Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Vengriyadagi saylovdan biroz oldin kelib ketdi. O'sha Viktor Orbanni qo'llab-quvvatladi deyishdi, lekin u qo'llab-quvvatlagan nomzod teskarisi bo'ldi, hokimiyatdan ketdi. Endi Armanistonda ham Tramp qo'llab-quvvatlayman Pashinyanni deyapti. Amerika tomoni qo'llab-quvvatlaydi. Ertaga yana Rossiyaparast hukumat hokimiyat tepasiga kelib qolishi mumkin. Agarki mana shu hodisa ro'y beradigan bo'lsa, u holda Rossiya Janubiy Kavkazdagi butun o'sha salohiyatini, geosiyosiy ta'sirini saqlab qoladi yana ancha uzoq yillarga. Lekin Orban Rossiyaparast ham edi-da. Ham Rossiyaparast, ham Amerika parast, ham Rossiyaparast edi. Ya'ni o'rtada oltin oraliqni topgandi u. Endi ko'ramiz saylovlarni Armanistonda. Endi ko'ramiz ertaga bo'lib o'tadigan saylovlarda baribir ta'sir o'tkazishga harakat qilyapti Rossiya. Ta'sir ko'rsatishga harakat qilyapti, lekin Pashinyan saylangan taqdirda ham uni Rossiya nazoratdan chiqib ketishi juda ham qiyin bo'ladi. Bu balki saylovoldi o'yini ham bo'lishi mumkin-da, chunki armanlar juda qattiq xafa bo'lib qolgan Rossiyada. Ular uchun juda ham katta fojia bo'ldi, Qorabog'ni yo'qotish. Bu yer juda katta bir tepalik edi, strategik ustunlik berardi. Endi bundan tashqari Rossiya Armanistonga yetkazib berayotgan o'sha gaz tabiiy gazning 80%ni Rossiya yetkazib beradi. Armaniston olayotgan gazning 80% Rossiyaniki. Ertaga uni bugun olaylik Rossiyaning ichki narxida yetkazib berayotgan bo'lsa, u hokimiyat tepasiga kelgandan keyin Pashinyan albatta Moskvaga boradi saylov o'tganda. Birinchi tashrifi Moskvadan boshlandi va bu yerda Putin unga talab qo'yadi. Ya'ni jahon bozori narxida olasan deydi. Yoki bu yerda Armaniston mana hozir qiynashyapti. Armaniston guli bo'ladimi? Meva sabzavot mahsulotlari bo'ladimi? Pomidori bo'ladimi? Yoki bu yerda jamruk degan mineral suvlar bor. Kanyagi bor, Armaniston mashhur. Bularning barchasini cheklab qo'yapti-da endi. Olishi Rossellxoznadzor degan bir veterinariya tashkiloti bor. Bu tashkilot cheklab qo'yapti. Endi Rossiya aytyaptiki, Ozarbayjondan olamiz, Armanistondan emas ekan. Agarki mana shu Pashinyan mana shu siyosatni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chekinish siyosatini davom ettiradigan bo'lsa, Rossiya Armanistonga juda ham kuchli bosim ko'rsatishi mumkin. Va kerak bo'lsa Erdo'g'onning qo'li orqali Turkiyaga masalan turli talablarni qo'yish mumkin, Armaniston bilan munosabatlarni keskinlashtirasan degan. Chunki Armanistonning ertaga Turkiya 2005-yildan beri arizasi ko'rib chiqilyapti, hali qabul qilinmaydi. Shuning uchun Armanistonni Turkiyadan oldin kirib ketishiga ham Turkiya xohish bildirmaydi. Agarki u ham chegaralarni mustahkamlab oladigan bo'lsa, bu juda ham Armaniston uchun xunuk oqibatlarga olib keladi. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsam, AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar nega cho'zilyapti? Hozirgi jarayon qanaqa? Isroil va Livan o'rtasidagi tinchlik kelishuvi imzolandi deyilgandi va Hizbulloh buni rad etyapti. Umuman olganda jarayon shunaqa. Tramp jahon chempionati va 250 yillik AQShning 250 yillik yubileyi va oraliq saylovlargacha bir yoqli qiladimi, yo'qmi degan savollar ham bor. Xo'sh, bu ham yoki Eronga qayta hujum boshlaydimi? Juda ham bir og'riqli, murakkab masala bo'lib qoldi. AQSh-Eron mojarosi yoki Yaqin Sharqda Isroil va Livan o'rtasidagi ziddiyatlar aslida bu hukumat bilan emas, balki bir o'sha mamlakat ichidagi bir siyosiy yoki harbiy qanot bo'lgan Hizbulloh bilan Isroil o'rtasidagi mojaro aslida. Bu Eron bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bir ikkita juda ham nozik masalalarda kelisha olmayapti.
va hozirgi paytda Eron va AQSh o'rtasidagi muloqotlarni rasmiy jihatdan o'lik, lekin parda ortida davom etayotgan muzokaralar deb bemalol aytsak bo'ladi. Chunki har ikki tomon bir-biriga talablar qo'yilgan takliflarini beryapti. Eron tomoni masalan 10 banddan 15 banddan iborat, o'z navbatida AQSh qaytaryapti. Bu yerda ikkita uchta masalada kelishmovchilik bor. Amerika tomoni aytayaptiki, birinchi navbatda Eron tinch maqsadda bo'ladimi, urush maqsadda bo'ladimi, yadroviy dasturni tugatsin deb aytyapti. Ochiq shart qo'yapti. Busiz tinchlik bo'lishi, tinchlik shartnomasi imzolanishi mumkin emas degan talabni ilgari qo'yyapti. Lekin Eron tomoni aytyaptiki, mayli biz o'sha tinchlik yo'lidagi dasturni ham to'xtatishga tayyormiz. Buning uchun mayli 15 yillik cheklov kiriting, biz bunga rozimiz deyapti. Masalaning yana bir tarafi bor. Bu yerda Eron aytyaptiki, biz sizlarga boyitilgan, masalan hozir 460 kilogramm boyitilgan uran bor. U ham 60-70% ga boyitilgan. Agarki Eron uni boyitishda davom etadigan bo'lsa, haqiqatda 1-2 oy ichida yadroviy qurolga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytayaptiki, mayli biz shundan ham voz kechamiz. Faqatgina bizning shartimiz xalqaro sanksiyalar yechiladi. Xorijiy banklarda saqlanayotgan Eron mablag'lari, muzlatilgan mablag'lar yechiladi. Eron undan xohlagancha istifoda qilsin, foydalansin degan ma'noda. Va o'sha bundan tashqari AQSh tomonidan joriy etilgan sanksiyalar yumshatilishi kerak va mana shunday talablar. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari bu bilan cheklanmayapti. Eron Yaqin Sharqdagi proksi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashni bas qiladi. Raketa texnologiyalari dasturini ham yakunlaydi degan, lekin Eron tomoni bunga rozi emas. Eron tomoni aytayaptiki, yadroviy dastur masalasiga kelsak, mayli uni biz beramiz Amerika Qo'shma Shtatlariga emas. Beramiz Rossiyaga yoki Xitoyga. Ammo Tramp bunga rozi bo'lmayapti. Keyin bunga rozi bo'ladigan bo'lsa, jamoatchilik savol tashlaydi. Amerikaning masalan 200 ta yo 300 ta yoki 500 ta mingta askari o'ldi. Ularning qoni bekorga to'kilibdi-da. Shuncha mablag' urushga sarflab yuborildi. O'zi 2015-yilda Obama davrida 6 tomonlama shartnoma imzolangan. O'sha paytda Rossiyaga boyitilgan uranni olib chiqish borasida kelishuvga erishilgan. Endi bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sen nima uchun urush boshlading degan gap bor. Ya'ni hozir Trampni boshqa yo'li qolmayaptiki, bizni AQSh o'ziga berasalar, biz saqlaymiz uni deyapti. Mayli o'sha nimani uranni berasan deb, lekin Eron tomoni ham aytadi. Xo'p, sen shunga aholisi, jamoatchilik bosim ko'rsatadimi hukumatga? Shuncha urushni nima qildi? Endi rasmiy tomondan 3,5 ming odam bo'lgan deyapti, balki 30 ming odam bo'lgandir yo 60 ming odam bo'lgandir. Shuncha odamning qoni nimaga to'kildi? Nimaga unda berib yuborasan degan savol hozir mag'lubiyat juda ham og'ir dilemma qarshisida qo'yapti-da. Aynan shu Eronning yadroviy dasturi boshi berk tupik ko'chaga olib kirib qo'ydi ikki tomonni. Endi o'sha uranni masalan Rossiyaga beradi va hokazo Xitoyga beradi degan gaplar ham bor-edi. Rossiya tomoni bunga chek qo'ydi. Ya'ni biz uni yadro salohiyatini oshirish borasida hech qanday xabarimiz yo'q. Yo'q, Rossiya aytdi, biz rozimiz deyapti. Oldin ham 2000 mana shu Eron Amerika Qo'shma Shtatlari 2019da chiqib ketgandan keyin shuda Donald Tramp tashabbusi bilan o'sha paytgacha boyitilgan uranni Rossiya olib chiqayotgan, o'zida saqlayotgan. Lekin bu yog'iga 4 yil, 5 yil mobaynida 460 kilogramm uran yig'ilib qoldi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Isroil obi shuni ortida. Lekin u juda ham chuqurlikda qayerdadir turibdi, uni mana shu dunyoning eng kuchli razvedkachilari ham topa olmayapti hozir. Va bundan tashqari bu yerda Eron aytayaptiki, qachongacha bu Isroil Hizbullohga qarshi zarbalarni davom ettiradi. Agar Isroil to'xtatmaydigan bo'lsa, Hizbullohga qarshi qaratilgan zarbalarni biz muzokaralardan chiqamiz dedi. Va hatto Donald Tramp bilan Netanyahu aytishib ham oldi, so'kinishib ham oldi bir-biri bilan telefon orqali muloqotda. Demakki, Eron bu yerda
o'zining Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'ygan talablarida qat'iy turibdi. Ya'ni talablardan biri Hizbullohga qaratilgan operatsiyalar to'xtatilishi kerak degan. Aks holda biz Isroilga munosib javob qaytaramiz degan tahdidlar bor Eron tomonidan. Shuning uchun menimcha bu masalaga qaytiladi. Faqatgina mana shu jahon chempionati yakunlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha mustaqillik bayramini, yubiley bu safar o'sha yubiley mustaqillik kunini nishonlaydi. Menimcha ana undan keyin Donald Trump harakat qilishi mumkin. Chunki u yog'iga oraliq saylovlar boshlanadi. Bu masalani na Ukraina, na Eron masalasini hal qila olmaydigan bo'lsa, bu holda janob Trump va uning partiyasi bu yil noyabr oyida bo'lib o'tadigan oraliq saylovlarda mag'lubiyatga uchrashi mumkin. Ya'ni bu degan so'z o'zi emas, ya'ni Kongressning o'sha senatiga, vakillar palatasiga saylovlar bo'ladi va mana shu saylovlarda menimcha senatga to'liq, vakillar palatasining 3dan 1 qismiga saylovlar bo'ladi va demokratlarning qo'li baland keladigan bo'lsa, ertaga Donald Trampni qonunlar, o'zi xohlagan qonunlarni parlamentdan yoki kongressdan o'tkazishi savol ostida qoladi. Shuning uchun menimcha yo Eronni masalasini kuch bilan hal qiladi yoki muzokaralar yo'li bilan muammoni hal qiladi. Lekin menimcha muzokaralar yo'li eng afzal yo'l, lekin Eron menimcha yon bermasa kerak. Chunki Eronning yon berishi bu ertaga jamiyat oldida, aholi oldida qimmatini bir pul qilib tashlaydi. Negaki Eron mana shu g'urur sifatida, mag'rurlik sifatida ko'ryapti yadroviy dasturi masalasini. Va hatto matbuotga chiqdi, Mojtaba Xomaney o'sha Eron g'alaba qozonganini ham e'lon qildi. To'g'ri. Bir tomondan. Endi ko'ramiz vaziyatni, muzokaralar cho'zilib ketdi. Baribir endi hozir Donald Trump o'sha jahon chempionatini o'tkazib yoki mustaqillik kunini o'tkazmasdan turib, menimcha keng ko'lamli harbiy harakatlari qo'l urmaydi. Bir hafta ham qolmadi-da jahon chempionatiga. Chunki uni ustiga Eron tomoni ham hozir urush boshlaveradigan bo'lsa, masalan, Eronni ham to'g'risi agentlari bor Amerika Qo'shma Shtatlari. Xohlagan paytda ular masalan jahon chempionatini barbod qilishi mumkin, teraktlar uyushtirishi mumkin. Shuning uchun hozir Donald Trump ham keskinlikni istamayapti. Biz mavzular doirasidan suhbatlarni tashkil etamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Rahmat, salomat bo'ling. Omon bo'ling.